Sen yo'q eding, yo Rasululloh. Hazrati Odamning vujudida eding. Avval jannatni, so'ng esa yer yuzini sharaflantirding. Odam sening nuring tufayli avf etildi. Arofat u avfga shohiddir. Sen yo'q eding, Nuhning kemasida eding. To'lqinlar yer yuzini bo'g'ar ekan, tuproqning bag'ridagi suv osmon bilan uchrashar ekan va bu bir ilohiy azob deyilar ekan. Alloh ming bir sabab ila ruhingni asradi. To'fon nuringga salom aytdi odob bilan. Sen yo'q eding, Hazrati Ismoilning peshonasida eding. Kimsasiz cho'llarida Ibrohim duosi yuksaldi. Robbim dedi, ularga o'zlarining ichlaridan sening oyatlaringni o'qiydigan, kitob va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan bir elchi yubor. Amin dedi 18 ming olam. Sening nuring bilan yog'du sochgan qo'llarini samoga ko'tarib, amin dedi Ismoil. Xiro Nur tog'i ham amin deb oyoqqa turdi. Madinada Uhud tog'idan amin sadosi yuksaldi. Sen yo'q eding, yo Nabiyalloh. Hazrati Iso seni Ahmad deb yo'qladi. Ikki olam sarvari deya yuzlandi senga. Men sizlar bilan ko'p gaplashmayman dedi havoriylarga. Chunki bu olamning raisi kelyapti. Kuting, Ahmad kelyapti. Olamlarga rahmat kelyapti. Havoriylarning yuzini silagan, o'liklarni tiriltirgan bir nafas bo'lding, ammo sen yo'q eding. Sen yo'q eding, Hazrati Abdullohning peshonasida eding. Boshi egik, xafa bo'lib yurar edi u. Buxayro ko'klardan seni so'rar, Varaqa seni qidirardi samodan. Onalar qiz farzandlarini o'limga yig'lab yasantirar edilar. Yig'lab, qizim, bobongnikiga borib kelasan der edilar. Sen yo'q eding, yo Habiballoh. Aslida tuproqqa tirik ko'milish edi. Boboga borish, chorasiz qolgan volidai muhtarama jigari bandani o'limga kuzatishdan o'zga iloji yo'q edi. Eng so'nggi qiz choqga uloqtirilar ekan, onasining suratida bir farishta ko'rindi unga va tabassum etib Xiro tog'ini ko'rsatdi unga. Farishtalar Xironi yasantirar edilar. Nur tog'i sohibiga tayyorlanar edi. Sayyidiga hozirlanar edi Makka. Koinot sarvari uchun bezanar edi. Koinot Hazrati Ominaga ilhaq edi. Tuproq Robbisiga yolvorardi. Mazlumlar ko'zlarini samoga tikkan ko'yi keldi yig'lar edilar. Sening kelishing kutilar edi yo Rasululloh. Bir tushishing bor edi yer yuziga. Oldingda Jabroil, orqangda malaklar. Yetimlarga eng huzurli kecha bo'ldi u kecha. Nochorlar onalarini to'yib quchoqladilar. So'ng sahar vaqtini bir sukunat qopladi. Borliq narsa jimjit bo'lgan edi. Qani der edi yulduzlar? Qani der edi oy? Koinot bir ism eshitmoq istaydi. Ominaning uyidan bir ovoz yuksaldi. Muhammad. Zulmat o'z o'rnini nurga bo'shatib berdi. Muhammad. Farishtalar uning nurli qo'llaridan o'pdi. Muhammad, seni yaratgan Allohga qurbonmiz ey durri yakto. Senga bu ismni bergan Rahmonga qurbonmiz. Endi sen borsan, suvsiz tuproqlarga rahmat nozil bo'ldi sen ila. Onangdan so'ng onang Halima suyundi sen ila. Yomg'irga ehtiyoj bormi? Ko'tar shahodat barmog'ingni, yomg'irlarni yog'dirsin Alloh.
So'ng ushla daraxt bargini tomirlaridan qo'pib yoningda yurg'izsin Alloh. Faqat sen ista yo Rasululloh, degilki, men kimman, tog'lar, toshlar tilga kirsin. Murg'ak go'dak qo'lingdan tutib, sen Rasulullohsan desin. Sen bor eding, Badrda g'alaba yor edi. Uhud tor edi, Handaq yor edi. Yigitlaring, o'lim uchun musobaqalashgan yigitlaring bor edi. Anas ibn Malik ismli sahobang bor edi yo Rasululloh. Uhudda vafotingni eshitib, do'stlariga nimaga bu yerda o'tiribsizlar deb murojaat qildi u. Allohning rasuli o'ldirildi deganlarida, u o'ldirilgan bo'lsa, sizlar yashab nima qilasizlar? Turing va uning kabi o'ling degandi. O'zi ham jangda shahid etilganda, shahid jarohatlardan tanilmas holatga keldi. Singlisi faqat akasining barmoqlaridan taniy oldi. Uhudda nayzangni tashigan Mus'ab ibn Umayring bor edi sening. Shunday bir muhabbat bilan senga bog'liq ediki, Alloh o'sha kuni farishtalarni Mus'abning suratida tushirdi. Abu Hurayrang bor edi sening. Qorni ochib, masjidning oldida turib, seni kutar va termilib qarab turar edi. Sen ham kel ey Abu Hir derding. Sen ketding. Shunday ketdingki, ortingdan mag'zunlik, ma'yuslik qoldi. Hasrating qoldi samoda. Bilol hatto azon aytolmay qoldi. Qachonki taraddudlansa, Muhammadur Rasululloh deya olmas va tizzasi bilan yiqilar, hushidan ketar edi. So'ngra kunlar oylar yil bo'ldi, asrlar o'tdi. Sensiz ochdik ko'zlarimizni, lekin sen tashlab ketmassan bizni. Sen borsan ey shahidlar sultoni, bir shahid ham o'lmas ekan, seni qanday yo'q deymiz. Abu Talib Shomga yo'l olar ekan, tuyasining oldidan to'sib, meni kimlarga tashlab ketayapsiz? Na onam bor, na otam degandek. Abu Talib shu bois safardan voz kechgandi. Sensiz ingragan ummatingni kimga tashlab ketyapsan yo Rasululloh? Tashlab ketma bizni. To Alloh sen ularning ichida ekansan, biz ularni azoblamaymiz dedi. Tashlab ketma bizni, bizga hayotni sen orqali tanitdi Rahmon. Qullikni sen tufayli angladik, duoni sendan o'rgandik. Hazrati Umar umri uchun sendan izn so'raganda, birodarim duoyingda meni ham eslaysanmi degan eding unga. Biz Umar emasmiz, ammo barcha duolarimiz sening uchun. Ey Robbimiz, Rasulingni eslashimizdan uni xabardor qil. Unga minglab salot va salomlar bo'lsin. Habibingga maqomi Mahmudni ber. Unga lutf ayla. Uni rafiqi a'loga ko'tar. Bizlarni ham avf et. Bizlarni avf et.